Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi obzorimiz qatigan pena-beton, ya'ni o'sha quyilib bo'lgandan keyingi jarayon qaysi holatga keladi? Ko'pchiliklar qiziqdilaring. Qatigandan keyin savol ko'p bo'lyapti. Qatigandan keyin qanaqangi holatga keladi? Videoga like bosing, kommentariyada albatta o'z fikringizni qoldiring. O'sha eski o'zimiz ota-bobolarimizdan qolgan lo'mboz yaxshimi yoki pena-beton? Buni sostavlarini ham bir qator o'sha tushuntirib o'tib ketaman. Nima bor buni sostavida, buni vazifasi nima o'zi? Endi ustunlik tomonlarini aytib beradigan bo'lsam, buni sostavida pena borligi uchun pena utepit vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha sovuqni zo'r ushlab beradi. Yozgi kunida issiqda o'tkazib olmaydi, bu shipirdan bo'layotgan issiqni. Qish kunida bo'lsa o'sha kategoriyasiga ekonom qilib beradi. Ya'ni teplopatiriya bo'lmaydi. Xonadagi haroratda issiq tepaga chiqib ketib qolmaydi. Qarang, endi buni quyganimizga bir haftadan o'tgan bo'lsa, holati mana ustida bemalol odam yuroladi. Odam bemalol yuraveradi. Ali bir xil so'rayapti, o'tin taklasak bo'ladimi deydi. Bemalol nima taklasangiz bo'laveradi. Xohlagan narsangizni olib chiqib taklaverasiz. Hech qanaqangi nimasini yo'qotmaydi, o'zini xususiyatini. Endi qaranglar, sizlarga buni qilishdan oldin qanaqangi holatda uylaring bo'lishi kerak. Uylaring to'rsini tashalib, vassasi qoqilgan bo'lsa bo'ldi. Ustida fanera yoki nima deydi, karton, qamish, unaqa narsalar umuman kerak yo'q bo'ladi. O'zimizning maxsus materialimiz bo'ladi. O'sha maxsus materialni yayishadi, o'sha maxsus materialni ustiga quyishadi. U material ham o'sha aytilgan narxning ichida bo'ladi. Keyin zardevor, bizda endi vodiyda zardevor deydi, o'sha atrofi to'silgan bo'lishi kerak. Buning sababi loy ag'a o'tib ketib qolmasligi uchun. O'sha loy o'tib ketib qolmasligi uchun zardevor uriladi. O'shani to'sib qoladi. Keyin tok berasiz, suv berasiz. Buni ham aytib o'tib ketish kerak. Agar o'sha bir kunlik ish bo'ladigan bo'lsa, bitta obed qilib berasiz. Sababi bolalar ishdan qolib ketmasligi kerak. Agar endi o'zlari bitta joyga borib obed qilib kelaman desa, uchun apparatlarni hammasini o'chirish kerak. Uzoq vaqtga o'chirib bo'lmaydi. Bir qator yuvib olish kerak ichini. Keyin obedga ketish kerak. Ish jarayoni cho'zilib ketib qoladi. Ulgurmay qolishi mumkin bo'ladi. Aytaylikki 200 kvadrat bir kunda qo'yadigan bo'lsa, 200-250 atrofida. O'sha kvadratni ulgurmay qolib, ertagalikka qolib ketishi mumkin. Shu, endi buni ham hali o'zi aytadigan narsa emas, endi bir qator aytib qo'yildi. Aytib qo'ygani yaxshi. Endi buni kvadratiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri hamma mahsuloti ichida vodiy bo'ylab 45007 sm qalinligi. 7 sm tepaga qarab ketaveradi, narx ham o'shanga qarab o'zgaraveradi. Xohlasa 10 sm, xohlasa 15 sm quyilaveradi. Narxlar ham o'shanga qarab sekin o'zgarib ketaveradi. Stяжкasi pollarga kvadrati 55 ming bo'ladi. Nimaga 55 ming pol? Tom 45 ming polda nabrot qiyin-ku, hatto uringa tortish kerak, lazer tortib bitta uringa qilib berish kerak, hatto mehnati ko'p deydigan bo'lsalaring, tomda ham mehnat bor, pastda ham mehnat borki, u tomonda polda sostavida pena sement ko'proq bo'ladi tomga nisbatan. O'shani hisobiga atigi mahsulot ko'proq bo'lganligi uchun o'sha bilan narx ish ketib qoladi. O'sha bilan 55 mingga to'g'ri keladi. U ham o'sha 55 mingdan boshlanib tepaga qarab ketaveradi. Narxlarda aytgan narxlarni vodiy bo'ylab bo'ladi. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab ko'rsatiladi. Voha Toshkentlarga ozgina qo'shilib oladi. Tomga ham, stяжкаga. Pastda raqamlarni ham qoldiryapman. Yana o'zlaringizga qiziq bo'lgan savollarni bemalol berishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qiling.